Sen uchun atalgan hislarning sohibi sendan boshqasi bo'lolmaydi. Men Osiyoman. Hayotimdagi muammolarni doim o'zim yarataman. Bu ishni 6 yoshimdan boshlaganman. Bir kuni uyda qo'g'irchoqlarimni o'ynab o'tirardim. Nima uchun urdi bilmayman. Yonimda o'tirgan mushugim o'zidan o'zi yugurib ketdi. Men ham uning ortidan yugurdim. Mushugim uyimizdagi basseynning bir burchagidan ikkinchi burchakka sakradi. Men ham u qilgan ishni qila olaman deb o'ylardim. Lekin adashibman. Sakradim. Boshqa tomonga o'tolmay suvga tushib ketdim. Eng yomoni suzishni bilmasdim. Bor kuchim bilan baqirishga harakat qildim. Ko'zlarim yumildi. Harakatdan to'xtadim. Endi o'laman deb o'ylay boshlagandim. Kimdir meni suvning ichidan olib chiqdi. Ko'zimni ochganimda yerda edim. Bir chiroyli bola menga qarab turardi. Birdan akamning ovozi eshitildi. "Osiyo, yaxshimisan?" Akam yonimga yugurib kelish barobarida so'radi. Sekin o'rnimdan turdim. "Yusuf, sen qutqardingmi?" Akam yonimda turgan chiroyli bolaga yuzlanib gapirdi. "Ha, cho'kib ketayotgan ekan." "Ali, bu qiz singlingmi?" "Ha." Men ham ichim qizib so'radim. "Aka, bu kim?" "Do'stim Yusuf, maktabda birga o'qiymiz." "Yusuf, necha yoshsan?" Men o'sha payt ahmoqdek shu savolni berganman. 12. Nega so'rayapsan? Menga uylan. Aynan oxirgi gapimni eslasam, hali ham uyatdan o'lay deyman. Oradan 15 yil o'tdi. Mening yuragim o'sha mitti qizligimdan Yusuf uchun ura boshlagan. Doim unga o'zimning borligimni sezdirishga harakat qilardim. Dugonalarim va opam javobsiz sevgi faqat og'riq beradi, deyishadi. Ammo men hech ham og'riq his qilganim yo'q bugungacha. Balki Yusufning ham qalbida men uchun bir nimalar bordir. Xullas, bulardan xabarim yo'q. Ertalab jiyanlarimning to'polonidan istar-istamas uyg'ondim. Ikkita shumtakani yetaklab onasining oldiga olib bordim. "Kelinoyi, keling, men tayyorlay nonushtani. Jiyanlarimga qaray qoling." Ular meni gapimga kirishmaydi. Oshxona eshigiga suyanib kelinoyimga shunday dedim. "Bo'lmaydi-da, Osiyo. Akangiz qattiq tayinlardi. Nonushtaga yaqin do'stlari kelarkan. Shunga keling, birga qilaylik. Bolalarni akangizning yoniga olib borib qo'ying." Qiziq, akamning yaqin do'sti kim ekan? Axir Yusuf Amerikada bo'lsa, qaysi do'sti? Qiziqib so'radim. "O'sha eski og'aynilari bor-ku, Amerikaga ketgan. Ismini eslay olmayapman." Ko'zlarim chaqnab, yuragim dukullab ketdi. "Yusufmi? Ha, o'sha. U Amerikada edi-ku. 2 kun oldin kelgan ekan. Akangiz shunday dedi. Demak kelibdi. U bilan oxirgi marta akamning to'yida ko'rishgandim. Salkam 4 yil bo'ladi. Ha, 4 yil. Uni shunchaki sevdim. Ko'rishmay, gaplashmay shartsiz. 4 yil emas. Men uni 6 yoshimdan beri shunchaki shartsiz sevaman. Xullas, uni juda sog'ingandim. Nihoyat bugun keladi." Jiyanlarimni akamning oldiga kirgizib yubordim. O'zim esa kelinoyim bilan nonushta tayyorlashga kirishdim. Eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Obbo! Men hali o'zimga qarashga ulgurganim yo'q. Sochlarimni yig'ib olganman. Belimda fartuk, yuzim ham pardozsiz. Ichimda kelinoyim borib ochsin deb duo qilishni boshladim. "Osiyoxon, borib eshikni oching, maylimi?" Obbo, Yusuf kelgan bo'lsa meni shu holatda ko'radimi? Yo'q, deya olmadim. Noiloj borib eshikni ochdim. Taxmin qilganimdek Yusuf kelgan ekan. Ko'rinishi o'sha. Aniqroq qilib aytganda, har kuni ijtimoiy tarmoqdan uni kuzatganim uchun menga shunday tuyuldi. "Osiyo, senmisan?" so'radi kulib. Ichimda kapalaklar ucha boshladi. Zo'rg'a javob berdim. Ha, menman. Katta bo'lib ketibsan-ku, chuqvoy.
Yusuf shunday deb kulib, burnimni nomiga chimchilab qo'ydi. Men o'sha yerning o'zida tugab bo'ldim. Shu qadar xursandligimdan olamga sig'may ketayapman. Shularni o'ylab, unga termulib turarkanman, yana gapirdi. Kirsam bo'ladimi? Shunda payqadim ahmoqchalarga uni ushlab turganimni. Albatta, kechirasiz haligi. Xullas, tuzukroq hech narsa deya olmadim. Keyin uni ichkariga olib kirdim. Yusuf ichkariga kirganidan keyin eshikka suyangancha unga termulib turaverdim. Bilmayman nega, lekin unga qarab qalbim taskin topayapti. Uni juda sog'inganimdan bo'lsa kerak. Akam pastga tushdi, do'sti bilan quchoqlashib ko'rishdi. Qaniydi menga ham mumkin bo'lsa, borib Yusufni mahkam quchoqlab olardim. Shu yerda turaverasanmi? Akamning bu gapidan keyin o'zimga keldim. Osiyo hali ham uxlayapti. Yusuf shunday deb kuldi. Men uyalibgina oshxonaga bordim. U menga rostdan e'tibor beryaptimi yoki uzoq vaqt ko'rmaganimga shunday tuyulyaptimi? Keling, Osiyo, bularni olib chiqaylik. Kelinoyim shunday deb qo'limga bir patnis narsalarni tutqazdi. Hayajon bilan borib zo'rg'a stol ustiga joylashtirdim. Birga dasturxon atrofida o'tirib nonushta qilishni boshladik. Men ikkita bolali bo'lishga ham ulgurdim. Sen qachon uylanasan? Joningga tegmadimi? Akam shunday deb Yusufning yelkasiga urdi. Menga hozir hammasidan ham Yusufning beradigan javobi qiziq. Kelganimga endi 2 kun bo'ldi. Maylimi biroz nafas olsam? Yusufning bu gapidan biroz yengil tortdim. Agar yaqinda to'y yoki shunaqa gaplar qilsa, chidamasdim. Qiz topdingmi yoki hali ham o'sha bilanmisan? Akam kimni nazarda tutyapti ekan? Bilasan-ku. Yusuf hijolat bilan shunday dedi. Obbo, sen bolaga hech aql kirmadi-da. Gap kim haqida ketayotganiga juda qiziqayotgandim. Ammo bilmayman. So'rayman, lekin akam keyin kunimni ko'rsatadi. Shuning uchun jimgina o'tirdim. Yusufni tomosha qilib o'tirar ekanman. Nigohlarimiz bir zum to'qnash keldi. Nihoyat u menga qaradi. Ammo men ko'zlarimni olib qochdim. Osiyo, senda nima yangiliklar? Yusuf tomoq qirib so'radi. Uning menga gapirishini kutmagan edim. Tinchlik dedim zo'rg'a. O'qishga kirdingmi? Ha. Demak, 3-kursni tugataman. Kulib shunday dedim. Zo'r-ku, to'y qachon? Uning bu gapi menga biroz og'ir tegdi. Men shunchalik ham ko'zga ko'rinmasmanmi? Nahotki unga qarashlarimdan ko'nglim borligini sezmasa? Avval sizni to'yingizni ko'ray, keyin o'ylab o'tirmay shunday dedim. Nega bunday deganimni o'zim ham bilmayman. Asablarim ancha taranglashgandi. Men darsga kech qolaman, yoqimli ishtaha. Shunday dedim-u, yuzimga duo tortib dasturxondan turdim. Xonaga kirib kiyinar ekanman. Bugun yakshanba ekanligi esimga keldi. Lekin nima qilay? Boshqa u yerda qololmasdim. Yusufning menga e'tiborsizligi meni birozgina ranjitayotgandek edi. Balki birozdan ham ko'proq. O'sha kundan keyin Yusuf uyimizga xuddi oldingidek har 2-3 kunda keladigan bo'ldi. Men esa doimgidek unga borligimni bildirishga urinardim, ammo undan hech qanday sado chiqmasdi. Bugun kechqurun ham xonamda doimgidek telefon titkilab o'tirdim. Yusufning profiliga kirib, bugun joylagan hikoyasini ko'rdim. Ha, u bir qiz bilan edi. Qizning yuzi uncha ko'rinmayotgandi, lekin qo'lida juda chiroyli va katta guldasta bor edi. Demak, Yusufning sevgani bor. Men esa unga xirapashidek yopishib yuribman, shundaymi? Jin ursin hammasini. Unda nega menga unday qaraydi? Ko'zlarimdan yoshlar oqa boshladi. Men umrimda hech qachon Yusuf sabab yig'lamaganman. Bugun ilk marta yig'layapman. Oxiri chidamay telefonimni qayta
qo'limga oldim. Kelinoyimmi? Yusuf shunday deb xabar yubordim. Keyin yana bekorga yozdimmi deb o'yladim. Oxiri toqatsizlanib yana telefonimni yoqdim. Endi xabarni o'chiraman deb kirganimda Yusuf allaqachon o'qib bo'lgandi. Hatto javob yozayotgandi. Jin ursin, ulgurmadim. Shundayroq undan kelgan bu javobning ma'nosini tushunmadim. Shundayroq nima degani? Ahmoq, kalvar, so'qir, vijdonsiz vampir. Boshqa hech narsa demay telefonimni xonamning qayerigadir otib yubordim va uxlashga urindim. Ertalab o'qishga tayyorlanib, doimgidek nonushtaga tushdim. Akam ham pastda ekan. Menimcha kechagi ishlar haqida so'rasam bo'ladi. Likopchamdagi pomidorni u yoqdan bu yoqqa sudrab gap boshladim. Aka, ha, haligi Yusuf aka uylanyaptilarmi? Yo'q, nega bunday deyapsan? Akam qoshini chimirib so'radi. Shunchaki kecha bir qizning rasmini qo'ygandilar. Ha, umi? Gul do'kon ochgandir-ku. Yusuf o'sha yerda ishlaydigan do'sti. Xo'p, deb qo'ya qoldim. Lekin unaqa emasligini yuragim sezyapti.